Bo'ldi. Uch bo'lsin hamsa. Vaqtni ching tutinglar. Boshliq, ishxonangizda birdan ishlatib tursam bo'lamdi. Bu qiziqmi siz? Boshqa ishxonasini so'rayapman. Nima ish qilgan? Opamga men shirkatning boshlig'idek yolg'on so'zlab qo'yib ekanman. Hozir opam palan-payni chiqib ketibdi ekan. Shunga chinib qolmasin degandim. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Ishirtib bering hamsa. Mening o'rnimda o'tiring. Ma'qul, rahmat sizga. Biz chiqaylik. Azon, opangiz kelibdi. Ha, opa, o'tiring. O'tiring hadi. Hamsa biz chiqaylik. Sizlar pransiya beringlar. Bir ish bo'lsa chaqiringmi Azon? Ma'qul. Ma'qul-da? Ajab ta'z kelding opa. Ala relisga yo'ldaga tutsabmi ketgansan? Shu talondek issiq dimi qo'yib ketibdi. Ishxona ozatgan qizim-a, muhit yaxshi-ka. Bo'p qoldi va. Sen yordimi? Ha. Alakchi. Bu qanday ichimlik bu? Bizning shirkatning ishlab chiqargan relis ichimligi. Ta'minlash bayzichi baqa. Opa, uyga borgandan keyin do'ron vaqtida ishchimi? Bo'ldi. Sen o'zing asra tomqon vaqtida yajmi? Ma'qul. Hada, qaytamsiz? Qaytay qizim. Aplam, juda qo'rqib ketasizmi? Qo'rq emas, shunda xush bo'ldim. Azon doim gapingizni qiladi. Ota-onaning vafodor bo'lishini biz Azonda o'rganyapmiz. Tashlab, mana imzo qo'yib bergan bo'lsangiz. Azonni aldirashig'im kelmadingizmi? Azon. Sal turib imzo qo'yib berasiz. Ma'qul. Qizim, sumkamni unutib qolibdi-ku, chiqib qolsam bo'pti-ku. Men chiqib beray bo'lmasa? Bo'ldi, Adila chiqsin. Ma'qul. Qizim, Adilaning boshliq emasligini bilma, u meni xotirjam qilish uchun shunday qilyapti. Asta, bilib qopsiz-da. Amaliyotchi bu Adilaning yolg'on gap qilgani emas, sizga bo'lgan mehr-muhabbatni sizni xotirjam qilish uchun. Sizlar shunday yaxshi maslashdinglar. Xotirjam bo'ldingizmi-da? Xotirjam bo'ldim. Adila bek tirishchan, cho'qim xotirjam bo'ling. Pat-pat kap turingchi-mi? Bo'ldi. Rahmat.